Arab tilida speaking qanday tez oshadi? Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Arab tilini 2 yil o'qib ham gapira olmayotganlar ko'p. Sababi bitta. Ko'p grammatika, kam amaliyot. O'quvchilar 100 ta qoida yodlaydi, lekin bitta oddiy gapni tuzishga qiynaladi. Chunki speaking bu bilim emas, ko'nikma. Mana sizga speakingni oshirish uchun asosiy 3 ta usul. Birinchisi, har kuni baland ovozda gapiring. Matn o'qing, tarjima qilmang. Fikrni arabcha o'ylashga majbur qiling. Ikkinchisi, tayyor gap strukturalarini yodlang. So'z emas, tayyor konstruksiyalarni o'rganing. Uchinchisi, 3 daqiqa qoidasi. Har kuni 3 daqiqa o'zingiz bilan arabcha gapiring. Telefoningizga yozib eshiting. Gapirish uchun 5000 ta so'z shart emas. 300-500 ta aktiv lug'at bilan ham erkin gapirish mumkin. Agar arab tilida erkin gapirishni xohlasangiz, grammatika emas, speaking mashqlarini ko'paytiring. Arab tilida gapirish faqatgina mashq bilan keladi.